do'stlarlar. Assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan Azizbek Kamilov va bugungi videorolikimiz Frontend web dasturlash kursining 11-darsi. Nimaga bunchalik ko'p uzoq muddatli tanaffusdan keyin yana videorolik ishlayapman? Chunki YouTube kanalim ma'lum bir sababga ko'ra bloklanib qoldi. Shuning uchun video chiqarish to'xtab qo'ygandi. Endi bundan keyin xudo xohlasa videolar chiqishda davom etadi. Hozirda bugungi darsligimiz Frontend web dasturlash kursining 11-darsida biz haqiqiy bir tajriba amaliyot sifatida bitta saytni yasaymiz do'stlar. Buning uchun bizga figma.com sayti kerak bo'ladi. Dizaynimiz Figma sayti orqali tuzilgan, ya'ni UX UI dasturchilar Figma sayti orqali saytlarni dizaynini tuzishadi. Hozir saytlarning to'liq holda dizayni mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Ya'ni bular nimada hozir markazlarda bunaqa dumaloq akkauntlar nimaga ko'rinyapti? Bular kommentariyalar hisoblanadi do'stlar. Bu kommentariyalarni biz ikkita tugma orqali o'chirib qo'yishimiz mumkin. Shift va ruscha S harfini bossak o'chadi. Hozir proyektimiz, ya'ni Figma dizaynimiz juda kichik ko'rinyapti. Buni o'zimizga kattalashtirib, o'zimizga qulay qilib turib ishlashimiz mumkin. Buning uchun Ctrl tugmasini bosamiz va skanchani scroll, ya'ni roll qismini nimada irg'itamiz, bizga yaqinlashtirib beradi. Figma saytida ko'rayotgan bo'lsangiz, pastda mana skancha kursori, call, kommentariya, qandaydir ya'ni Figma dizaynni ishlab chiqqan dizaynerga shu qaysidir joyini o'zgartirishini so'rashimiz yoki boshqa nima qilishimiz uchun komment tugmasi va bular biz o'zimiz belgilashimiz uchun, chizishimiz uchun kerak bo'lgan qurilmalar. Hozir bizga kerak asosiy kursor va mana shu call kerak bo'ladi. Ko'p callni hisobga olmasak, ya'ni bu call orqali Figmamizni xohlagan joyga irg'itib nima qilishimiz mumkin ushlagan holda. Kursor orqali har bir elementni ustiga bosib nimada ko'rishimiz mumkin. Bitta video mana masalan hozir saytimizni to'liq holda saytni tuzilishi, ya'ni saytni qismlari haqida tushuntirib beraman sizga Figma dizayn orqali. Saytimizni navigatsiya qismi mana shu qismi bo'ladi. Mana bu yerda kompaniya yoki nima saytning logotipi, login kirish tugmasi, telefon bog'lanish telefon nomer va get started, ya'ni ro'yxatdan o'tish. Bu har bir saytda navigatsiya shunaqa tepada bo'ladi. Ko'p hollarda 90% hollarda shunaqa bo'ladi navigatsiyasi. Bundan keyingi qismi, ya'ni mana shu navigatsiyaning pastda turgan qismi header deb ataladi, ya'ni bosh qismi. Navigatsiyadan keyin saytimizning bosh qismi. Undan keyin boshlanadigan qismi mana shu, mana bu yerdan boshlangan, shu oq fondan boshlangan to mana shu nimagacha bo'lgan qismi. Get started with Clearsky so'ziga bo'lgan qismi, shu joygacha bo'lgan qismi main section deb ataladi. Mana shu oq fondagi to'liq holda mana shularga to'liq kiradi. Main section, ya'ni tana qismi, markaziy qismi. Bundan keyingi pastini hisobga oladigan bo'lsak, bu yeri footer, ya'ni eng pastki qismi va informatsiya beriladigan qismi, ya'ni ma'lumot, shu sayt haqida yoki kompaniya haqida ma'lumot, ijtimoiy tarmoqlari, boshqasi shunga o'xshagan ma'lumotlar footer qismida bo'ladi do'stlar. Bu saytimiz landing page website deb ataladi, chunki bitta sahifadan iborat bo'lgan website. Hozir endi biz saytimizni mana shu navigatsiya qismidan boshlab to shu oxirigacha bosqichma-bosqich saytimizni yasaymiz. Hozir bitta navigatsiya va header qismini yasab qo'yamiz. Faqat 11-darsda, 12-darsda saytimizni davom qildiramiz. Qani unda boshladik do'stlar.
Figma'ni qolgan nimalarni shu dars videorolik davomida bosqichma-bosqich ko'rib o'rganib boramiz. Hozir bizga kerakli narsa Visual Studio Code kerak do'stlar. Buning uchun Visual Studio Code'ni ochishim uchun push belgisini bosaman klaviaturadan va Code deb qidirsam, o'sha Visual Studio Code'ni topib beradi. Enter tugmasini bosib Visual Studio Code'ni ochaman. Undan keyin bu men ishlayotgan proyektim hozir 11-dars deb nimada o'zimiz ravochi stolda yoki xohlagan bitta o'zimizga kerakli bo'lgan nimada papka ochib olamiz. Noyob papkani ochishimiz uchun bizga Ctrl Shift N tugmalari kerak bo'ladi. Hop, 11-dars Enter tugmasini bosamiz va Select Folder tugmasini bosamiz. Bosganimizdan keyin 11-dars papkamizni ochib berdi. Agar kim kanalda yangi bo'lsa, kanalga obuna bo'lishni unutmang do'stlar, chunki dasturlashga oid yangiliklar va dasturlash bo'yicha to'liq video darslar shu kanalga joylanib boriladi. Video opsiyasida hozirgi yasayotgan saytimizning Figma silka dizayni va Telegram kanalga shu masalan hozir 11-darsda masalan navigatsiya bilan header qismini yasasak, shu yasalgan nimaning to'liq holda ziplangan formatda kodi tashab boriladi do'stlar. Shuning uchun kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Agar savollaringiz bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiring. Albatta savollaringizga javob beraman. Xo'p. Endi 11-dars papkani ochdik. Buning ichida bizga kerakli new file bo'limi ustiga bosamiz va index.html deb yozamiz. Index.html deb yozganimizdan keyin bizga yana bitta fayl kerak bo'ladi. Buning nomi style.css. Ya'ni indeks orqali HTMLimizning, saytimizning strukturasini tuzib olamiz. CSS orqali esa style CSS orqali saytimizga dizayn beramiz. Ya'ni shu rang, animatsiyasi, shunga o'xshagan narsalarni. Xo'p, endi HTML da tayyor strukturani chiqarib olishimiz uchun Shift va 1 tugmasini bosgan holda undoq chiqarib beradi va Enterni bossak HTML5 versiyadagi strukturani chiqarib beradi. Kim kanalda hozir videolarni birinchi ko'rayotgan bo'lsa, mana shunday videoni mana shu yerda mana shu HTML uchun tayyor bu joyini boshqasini tushuntirgan videorolikimni tashlab qo'yaman va video opsiyasida ham o'sha video darslikka link bo'ladi do'stlar. Hop. Bu yerga title saytimizning sarlavhasi bo'ladi. Hop. Clarski deb nomlaymiz. Endi saytning nomini yozdik. Biz CSS style CSS'imizni ulashimiz kerak. Buning uchun titledan keyin tushgan holda Ctrl va slash ni bosadigan bo'lsak, mana shunaqa yashil nima ochib beradi. Bu kommentariy deb aytiladi. CSS link deb yozib qo'yaman, chunki adashib ketmasligim uchun. Endi link deb yozsam, ko'p nima podskaskalar chiqarib beradi. Menga linkni o'zi yetadi. Linkdan keyin style.css linkdan keyin o'zi href bo'limiga qo'shinoqchiga style nimasini yozsam, style CSS chiqarib beradi. Agar chiqmaydigan bo'lsa, Ctrl bilan proverni bossangiz, sizda to'liq holda nechta fayl papka nima ochilgan bo'lsa, o'shani topib beradi. Ctrl va prover. Men hozir style CSS ni biladim. Xo'p. Endi davom ettiramiz. Birinchi navbatda biz Figma'ni ochib olamiz, do'stlar. Figma'dagi mana shu nimani logotip bo'lishi mumkin, rasmlar bo'lishi mumkin. Bularni qayerdan olamiz desangiz, mana shu Figma'ni o'zidan yuklab olib, saytimizni birga bir shu ko'rinishda o'xshatishimiz mumkin. Hozir esa saytning navigatsiya qismini yasashimiz kerak. Buning uchun mana shu logotipni yuklab olishimiz kerak. Logotip ustiga 2 marta tez-tez bosadigan bo'lsak, mana shunaqa qilib belgilab oladi. O'ng tarafda Figma'ning o'ng tarafini ko'rayotgan bo'lsak, mana bu yerda mana width 153 piksel, height 58 piksel yozilgan va export bo'limi bor. Mana bu yerda plusni bosadigan bo'lsak,
mana shu logotipni PNG formatda yuklab olishimiz mumkin. Xo'p. Mana bu yerda previewni bosadigan bo'lsak, nimaligini ko'rishimiz mumkin. Bu logotip, lekin nima PNG variantda bo'lgani uchun to'liq holda ko'rinmayapti. I rangi oq bo'lgani uchun to'liq ko'rinmayapti. Lekin hozir biz yuklab olib, mana shu nimaga qo'yadigan bo'lsak, saytimizga to'liq holda mana shu logotip ko'rinadi do'stlar. Export Flame tugmasini bosadigan bo'lsak, mana shu logotipni skachat qilib beradi. Endi hozir nimada yuklab oldik. Etap, ya'ni bosqichma-bosqich qaysi qismiga kelsak, o'sha joydan yuklab olib turib, nimada joylab boraveramiz. Hozir xo'p, logotipni yuklab oldik. Bizga hozircha shu yetadi. Xo'p, 2 marta tez bosadigan bo'lsak, mana bu yerda orqa fon yashil, lekin qanaqa yashilligini rangini to'liq kod formatdagisini ko'ra olmaymiz. Chunki bu yerda mana hozir aniq bilmaymiz-ku, lekin 2 marta tez bosganimizdan keyin belgilagandan keyin o'ng tarafda mana color chiqyapti. Bu yerda rangi chiqyapti. Orqa fon rangi mana shunaqa rangda ekan, kodli nomi rangning. Xo'p, hozir bizga keragi Visual Studio Code ichida bitta papka sozat qilib olamiz, chunki biz rasmlarimizni va ikonkalarimizni shu yerga to'plab boramiz. New folder bosamiz va images deb nom berib qo'yganimiz yaxshiroq, chunki suratlarni mana shu adashib ketmasligimiz uchun suratlar papkasi ichiga tashlab boramiz. Endi hop, загрузкада hozir yuklab olindi. Mana bu da hop, bu yerda ko'radigan bo'lsak, Flame hozir logo deb yozib qo'yishim mumkin. Masalan, logo deb yozib, mana bu yerda mana bunaqa qilib ochib turib, mana bu yerdan hozir yopib turibdi, mana ochib turib, mana shuni ushlab to'g'ri ustiga tashlasam, nimada tushmay qoldi hozir. Hop, mana shu image ichiga tashlayman. Mana so'rayapti bizdan images degan papkani ichiga logo PNG formatda suratni tashlamoqchimisan deyapti. Move deb bosadigan bo'lsak, tashlab beradi. Cancel deb bosadigan bo'lsak, cancel bosadigan bo'lsak, atmaydi, ya'ni bekor qiladi. Biz move rozimiz. Hop, mana images papkani ichiga tushdi logotip. Hop, mana ichida turibdi. Logotip bizga kerak emas. Hozir endi bizning navigatsiyamizni asosimiz uchun bizga kerak bo'ladigan kod tag nav deb nomlanadi. U asosiy nimada ko'rayotgan bo'lsangiz, hop, navigatsiya ko'rayotgan bo'lsangiz, headerning nimasida ichida turibdi, ya'ni bosh qismining ichida. Buning uchun vizualizatsiyaga qaytamiz va yaqinlashtirib bo'ladi shuni. Hop, mana shunaqa qilib moslab oladigan bo'lsak, hop, mana header deb yozamiz. Bu tag bosh qismi, headerning ichida navigatsiya bor edi. Navigatsiya tagi nav deb nomlanadi do'stlar. Headerning ichidagi navigatsiya va men 10-darsda CSS selektorlarini o'tgandim. Ya'ni class, div, atributlar, shunga o'xshagan CSS selektorlarini o'tgandim. Endi shulardan foydalangan holda hozir biz saytni yasaymiz. Navigatsiya tagini ichida hop, bizga kerak bo'ladigan nuqta qo'yib turib, masalan, hop, navigatsiya pastgacha forum deb yozamiz. Ya'ni bu bizning div ochdik hozir avtomatik div klassimizning nomi. Endi buning ichida hop, logotip va 1 2 3 ta UL bor. Logotipni tashqarisida qo'ysak ham bo'ladi, ichkarida qo'ysak ham bo'ladi. Bizga hech qanday muammo bo'lmaydi. Ichida 3 ta UL bor. Bularni bosganida boshqa bir sahifaga olib o'tish kerak. Buning uchun UL
Hop. URL'ni ochamiz. İchida li deymiz. Li'ni ichida a tagi bor. Ya'ni ustiga bosgan vaqtda a tagi orqali nimada o'tadi. Hop, mana bunaqa qilib qo'yadigan bo'lsak, sahifa yangilangan vaqtida bizga hech qanday xalaqit bermaydi. Bo'lmasa har safar sahifani yangilaganimizda sahifa refresh bo'lib, o'chib qandaydir bizga noqulaylik tug'diradi. Hop, endi li degan ichida, li degan ichida a tagi bor. A tagining ichiga masalan hozir login yozilgan. Login. Buni biz nusxalab olsak ham bo'ladi. Mana shunaqa ikki marta tez bosib belgilasak, nusxalab olamiz do'stlar. Hop, keyingisi telefon raqami edi. Ikki marta tez bosamiz va Ctrl va C ruscha C harfini bossak, nusxalab olamiz. Endi ikkilanchi li, hop, li'ni ichida a tagi deb yozib qo'ydik. Hop, mana shunaqa. Hop, endi bu yerga o'tamiz va telefon raqamini tashladik. Endi uchlanchi li'ni yozganimizdan keyin, li'ni yozganimizdan keyin shift va katta kichik belgini qo'yib, a'ni yozadigan bo'lsak, ya'ni li'ni ichidagi a tagi deb bergan bo'lamiz do'stlar. Bu kodimizni tezroq yozishimizga yordam beradi. Endi bu yerda a tagini ichida do'stlar button bor, ya'ni tugma ekan u. Hop, button o'rnini almashtirsak ham bo'ladi. Button deb yozib, ichida a tagi deyishimiz mumkin, chunki birinchi tugma, keyin ichidagi so'z. Endi biz buttonga mana shu button ichidagi get started so'zini belgilashimiz mumkin. Nusxalab olamiz va tashlaymiz get started. Endi biz nimada URLdan tashqarida hozirgi logotipimizni yuklaymiz. Image va Ctrl probelni bosadigan bo'lsak, ochilgan papkalarni chiqarib berdi. Images papkasi ichidan logo png fayl rasmimizni tanlaymiz. Alt atributi ichiga alert, ya'ni eslatma. Bu yerga logo chiqmadi deb yozib qo'yishimiz mumkin. Endi skansiyaning o'ng tomonini bosib Open with Live Server tugmasini bosadigan bo'lsak, mana saytimizni ochib berish kerak. Hop. Hozir eshit tugmasini berib qo'yamiz. Bosdik. Hop, mana ko'rayotgan bo'lsangiz, logotip bor. Login, telefon raqami va tugma ham bor, lekin hali to'liq holda biznikidek nimasi tayyor bo'lmadi. Endi biz Visual Studio Code'ga qaytamiz va bizning nimamizda CSS ga doir bo'lgan CSS boshlang'ich nastroykasi bor. Ya'ni birinchi qatorga Shift va 8 ni bosadigan bo'lsak yoki namlik tugmasi yonida nima yulduzcha bor, yulduzcha chiqarib beradi. Shift va Qaus bosadigan bo'lsak, zinger qaus ochamiz va margin 0, ya'ni tashqi masofa 0 ga teng, padding ham 0 ga teng desak, chiqarib padding 0, margin 0 va box sizing, border box bu boxning size, ya'ni ishlagan nimamizning proyektimizning razmeri shu razmerdan chiqib ketmay qoldi, o'ziga teng bo'lsin degan nimada yoziladi. Endi Figma dizaynga qaraydigan bo'lsak, nima logotip va tugma rasmlar barchasi bitta nimada ketyapti mana. Ko'rayotgan bo'lsangiz. Ikki marta tez bossak belgilab oladi. Alt bilan orasidagi masofani belgilashimiz mumkin. Ya'ni alt tugmasini bosib turib qo'yib yubormagan holda skansiyani kursorni yurgizadigan bo'lsak, masalan, tashqi masofasi 130 piksel ochiq, masofa bor. Har tarafida mana 130 bu yoqda, 130 piksel bu yoqda ham bor. Bunday ko'radigan bo'lsak ham, hop, nimada tashqi masofa bor. 1:1 nimada kelyapti, уже bu nima deb nomlanadi? Konteyner deb nomlanadi nomi. Buning uchun bizga CSS kerak bo'ladi. Pastga tushgan holda nuqta container deb yozamiz va jingalak ochib turib
ko'ramiz. Konteyner hozircha ko'rib turganingizdek, hozircha bu yerda hech qanday klass berilmagan, navigatsiya forumdan boshqa klasslarimiz yo'q. Xo'p, CSSga o'tamiz. Konteynerda width max width eng katta nimasi max width. Masalan, hozir max width'i 1180 ga 384 ekan. Height'ini yozmaymiz. 1180 yozamiz. Width kerak bizga, o'lcham uzunasi kerak. Height uni nimasi avtomatik tarzda sozlanadi. Hop, width 1180 piksel. Keyin width'ini o'zini 100% ga tenglab qo'yamiz, chunki max width eng kattasi 1180 bo'lsin va 100% o'zgarmagan holatda dedik. Endi margin beramiz. Tashqi masofa 0, ya'ni tepapastdan 0, ikki yon chetdan avto holatda bo'lishi kerak, ikki tarafdan. Xo'p, endi konteynerimizni sozlab oldik. Endi bu konteynerdan klassimizni xohlagan joyimizda ishlatishimiz mumkin. Ya'ni CSS selektorlar mavzusida 10-darsda o'tganman. Klasslarni xohlagan bittadan ko'p marta klass ishlatishimiz mumkin, bitta div ichida deganman. Lekin ID ni faqat bir marta bitta ID ishlatib bilamiz deganman. Hozir o'shani qo'llaymiz. Xo'p, mana navigatsiya bor. Navigatsiya tek уже nimasi почти tamom bo'ldi. Endi orqa fonini tuzatishimiz kerak. Orqa fonni headerga bersak ham bo'ladi. Masalan, headerni nima konteynerdan keyin header yozamiz, jingalakka ochamiz va background color deymiz. Background color. Hop, mana bu yerda Figma'dagi rangni belgilaymiz masalan. Hop, mana ustiga bitta bo'lsa degan bo'lsak, nusxalab oladi. Ustiga tashlaymiz. Keyin hop, mana bu o'tadigan bo'lsak, mana uje yam-yashil qilib berdi. Lekin ko'rayotgan bo'lsangiz, bu yerda nimada logotip markazroqqa kelmadi, ya'ni tashqi masofa ochilmadi. Mana logotiplar, so'zlar. Lekin bu yerda ochilgan. Hozir o'shani ishlatamiz. Ya'ni bu yerda navigatsiyaga bersak ham bo'ladi. Navigation forumning yonidagi mana bunga bersak ham bo'ladi. Masalan, container deb yozadigan bo'lsak, orasini ochib container berildi. Xo'p, qaraydigan bo'lsak, mana markazga keldi. O'zi 130 piksel nimasida ochiq, har kimning o'zini kompyuter nimasida ko'rishi mumkin. Buni 100% standart nimada qo'yib qo'yaman. Xo'p, endi bosqichma-bosqich boramiz. Logotip tayyor. Как o'sha logotip. Endi bu so'z tugmalarini tuzamiz. Masalan, hop, login so'zi. Login so'zining razmeri 16 piksel ekan. 16 piksel standart razmer hisoblanadi do'stlar. Standart razmer, ya'ni so'zlarning eng kichigi va eng nimasi asosiy standartni holatda. Endi hop, login so'zlar nimasini hozir bular pastda turibdi, ya'ni bir qatorga kelmagan. Buni hozir to'g'rilaymiz. Buning uchun konteynerimizni bu nimaga navigationga beraveraylik, chunki hozir nimani ishlatadigan bo'lsak, buzilib ketishi, buzilmaydi. Shunga qo'yaveraylik. Hop, navigatsiya forumni nusxalab olamiz 2 marta bosib. Headerdan keyin pastga tushamiz va nuqta qo'yib turib navigatsiya forumini chaqiramiz. Endi display flex yozamiz. Qarasak, bir qatorga keldi, lekin nimada hop, login bular saytni o'ng tarafida turganda, logotip shu chap tarafda qolgandi. Hozir uni ham to'g'rilaymiz. Buning uchun display flexdan keyin justify content, ya'ni justify content bu elementlarni x o'qi uchun x o'qi yo'nalishiga javob beradi, joylashuvini. Hop, space between oraliq masofa ochilsin. Hop, mana ochildi. Endi mana bu nimalarni URL'dagi nuqtalarni va a tagining pastdagi line chizig'ini yo'qotishimiz kerak. Buning uchun nima qilamiz?
pastga tushamiz, ul deymiz, ul ga list style non qiymatini beramiz. Nuqtalar yo'qoldi. Endi hop tagiga text decoration nom beramiz. Ya'ni pastki chiziqlarni ham yo'qotdik. Endi tagiga color beramiz, rang white, ya'ni oq rang beradigan bo'lsak, mana oq ko'rindi, mana oq rangda u ham. Ko'radigan bo'lsangiz, mana bu yerda mana o'sha boshqacharoq rangi ham bor ekan. Mana shu rang qaq Figma dizaynda qanaqa ko'ringan bo'lsa, o'shanaqa rangni kodini berishimiz mumkin. Masalan, ustiga bitta bosamiz va white ni o'chirgan holda joylaymiz. Shu o'zini rangi chiqadi mana. Xo'p, endi bularni ham bitta qatorga terishimiz uchun bizga UL kerak bo'ladi. UL ga display flex beramiz. Chunki UL blok element ichida mana bir qatorga keldi, lekin orasi ochilmagan. Buning uchun biz gap tagidan foydalanamiz, gap atributidan, ya'ni flex, display flex ishlaganda ishlaydigan qismi. Xo'p, mana login va son o'rtasida mana skanchani olib keladigan bo'lsak, ko'ramiz 24 pikselda. Ya'ni oraliq masofasi 24 piksel ekan so'zlarning. Endi bu yerga o'tamiz. Gap qismiga 24 piksel deb yozadigan bo'lsak, mana orasini 24 piksel kattalikda ochib berdi. Lekin bu yuqoriga tegib qo'ygan, markazda emas. Ya'ni Y o'qi bo'yicha markazda turgani yo'q. Xo'p, mana bu yerda navigatsiya forumga bu justify content X o'qi uchun javob berardi. Align items bo'ladigan bo'lsa, bu Y o'qi uchun javob beradi. Y o'qi bo'yicha centerda tursin, markazda tursin deb nima qilsak, o'sha markazga keldi mana. Endi so'zimiz tuzaldi. Endi tugma get started tugmasini nima qilishimiz kerak? Yasashimiz kerak. Buning uchun tugmaga bitta bosadigan bo'lsak, width 141 piksel ekan, height 52 piksel ekan. Xo'p, o'tamiz. Yo'lning ichidagi button. Ya'ni endi buni ishlatishimiz uchun UL ichidagi li, buning ichidagi buttonga murojaat qilamiz. Mana shunaqa qilib murojaat qilishimiz kerak do'stlar. Endi width 141 piksel, height 52 piksel edi do'stlar. Keyin orqa foni bor edi buning. Background color, mana bu yuqorida ishlatgan rangimiz, o'sha rang. Tekshirib olishingiz mumkin. Figma design silkasini video opsiyasida qoldiraman va zakreplanish kommentariyada ham qoladi, ya'ni kommentariyalar orasida ham ko'rishingiz mumkin. Hop. Endi bitta ochib ko'radigan bo'lsak, mana juda ham yaxshi ko'rinmayapti, lekin shu nimada rangi qo'yildi. Endi so'zni rangini oq qilishimiz kerak va ko'rayotgan bo'lsangiz, chiziqlari bor, ya'ni border bor. Borderni non holatga olib kelib, border radius, ya'ni aylana shakli hozir radius 160 piksel ekan. Border radius. Rangi salgina boshqacharoq ekan. Uzr. Orqa fonni rangini o'zgartiramiz do'stlar. Mana bu rangni qo'yamiz. Endi border ya non qiymatini beramiz va yo'q deganni bersak, mana bu yerda mana border yo'qoldi. Endi oddiy tekstni rangi menimcha oq edi, adashmasam. O'sha nima rang? Yuqoridagi berilgan rang. Xo'p, mana endi border radius 160 piksel edi. Border radius 160 piksel. Endi o'tadigan bo'lsak, saytimizga o'tamiz. Qarasak, bu ham tayyor o'zi.
tayyor yasaldi. Endi hop, endi navigatsiya qismimiz tayyor bo'ldi. Hozir bu tugmaga e'tibor bermang, chunki width berilmagan, height berilmagani uchun nimada bular yuqorida qolib ketdi. Buni hozir nimada header qismini yasasak, uje moslashib ketadi. Endi headerga o'tamiz. Header qismiga kelganimiz uchun headerda hop, bir tarafida text, matn bor, ikkinchi tarafida surat bor. Endi suratni yuklab olishimiz kerak. Masalan, suratni ustiga 2 marta tez bosadigan bo'lsak, yana shu holat plusni bosamiz export bo'limida va ko'radigan bo'lsak preview bo'limi mana shu rasm, yuqoridagi rasm surat. Hop, export frame tugmasini bosadigan bo'lsak, suratni yuklab olib beradi. Endi biz suratni mana buni nomini o'zgartirishimiz kerak. Header image deb qo'yaman, ya'ni headerdagi surat. Buni nima Ctrl X qilib oladigan bo'lsam, kiritib olaman. File bo'limida 11-dars images papkam ichida joylashtirib qo'yaman. Mana suratni ham tashladim. Endi Visual Studio Code'ga qaytib images papkani tekshiradigan bo'lsam, header image surati bor. Hop, uni yopib qo'yaman. Endi HTML ga qaytaman. Navigatsiya qismi bizda tayyor. Endi header qismiga o'tamiz. Navigatsiyadan keyin bu yerga kommentda hozir yuqoridagidek Ctrl va slash tugmasini bosib kommentlarni ochib qo'yaman. Header start yoki section, header section deb qo'yaman. Ya'ni header qismi boshlandi. Shuni anglatishim uchun nimaga kommentlar yozib qo'yapman do'stlar? Chunki hozirdan odatlanishingiz kerak. Ya'ni siz faqatgina browsingiz ishlamaysiz, ya'ni jamoaviy ishlashingiz mumkin, boshqa qilishingiz mumkin. Shunga qarab turib, nimada jamoaviy ishlasangiz, boshqa dasturchi ham bu qismi qaysi qismligini bilib olish uchun, adashib ketmasligingiz uchun va u ham adashmasligi uchun kommentariyadan foydalanasiz. Endi header boshlangani uchun header qismida unda ham container bor, unga ham container yozishingiz mumkin. Bir tarafida text, bir tarafida surat. Ya'ni bizga bitta div, uning ichida ikkita div, ya'ni birinchi divda text turadi, ikkinchisida surat turadi. Buning uchun container ochaman. Bu birinchi divimiz. Divning ichida ikkita div bor. Div ko'paygan 2 deb yozsam, ikkita div ochib beradi. Containerning yoniga header section deb yozib qo'ydim, adashib ketmasligi uchun. Hop. Asosiy ikkinchi divga suratimizni joylashtirsak bo'ladi, tezroq joylashtiramiz. Hop, images papkada header image ni qo'yamiz va alertga yozib qo'yamiz. Header rasmi chiqmadi, agar surat chiqmay qolsa, har ehtimolga qarshi alertni yozishimiz shart. Hop, birinchi divimizga endi text yozishimiz kerak. Birinchi tekstimiz H1 da yozilgan. Nusxalab olamiz. O'ng tarafda qaraydigan bo'lsak, font size, ya'ni so'zning razmeri 48 piksel ekan va rangi ham mavjud do'stlar. Endi H1 ichida mana shu text yozilgan. H1 dan keyin pastda paragraf bor edi, so'z. Buni ham 2 marta tez bosadigan bo'lsak, belgilab olamiz. Paragrafni ham joylashtiramiz. Alt Shift F tugmalarini bosadigan bo'lsak, bizga kodimizni tayyor, paletkalab, ya'ni tartiblab beradi. Endi brauzerda ochib qaraydigan bo'lsak, text va surat bor, lekin ketma-ket turibdi. Bizga bir qatorga terilgan bo'lishi kerak. Buning uchun yana flex tegani ishlatamiz, ya'ni flex atributini bizni tekstimiz va suratimizni bir qatorga joylashtirish uchun display flex ni
ishlatamiz do'stlar. Buning uchun bizga header section kerak bo'ladi. Hop, header section hisob olamiz va bu yerda CSS'da ham Ctrl va slash tugmasini bosib header section deb yozib qo'yamiz, chunki header section boshlandi. Hop, header section generic class ochib olamiz va display flags deb yozamiz. Qarasak, bitta qatorga keldi, lekin so'zimiz yuqorida qoldi. Bu so'z o'rtada turibdi. Hop, birinchi navbatda so'zni razmeri va nimasini tuzib olaylik, keyin davom ettiramiz. Hop, so'zimizni birinchi razmeri 48 piksel H1. Hop, buning uchun mana bunaqa qilamiz. Nokta header section ichidagi H1 ga deymiz. Font size, ya'ni shrift razmeri 48 piksel deymiz. Undan keyin pastda color deymizda rangini keltirib o'tamiz. Qaraydigan bo'lsak, shu rangda, shu razmerda mana the showdan keyin uje pastga tushgan avtomatiklarda shu razmerda o'zi avtomatiklarda tuziladi do'stlar. Hech qanday bir, ya'ni boshqa yozib yangi qatordan tushirib bunaqa qilish shart emas. Endi paragrafga keladigan bo'lsak, paragrafimizning razmeri 18 piksel ekan. Buni yozishimiz kerak, rangi ham shunaqa. Hop. Yana davom ettiramiz, ya'ni header sectiondagi endi paragraf deb yozamiz. Hop. Font size, ya'ni shrift razmeri 18 piksel. Color rangi xuddi H1 ning rangidagidek qilamiz, ya'ni hop, helps you degandan keyin helps you set, hozir nimada set so'zi o'tib ketdi, chunki hozir tuzib olsak hech qanday muammo bo'lmaydi. Hop, endi e'tibor beradigan bo'lsak, bu markazda turibdi, lekin bu yuqorida turibdi. Hozir buni tuzamiz. Endi bu markazda turishi Y o'qiga loyiq nimasi tegishli qismi. Header sectionni Y o'qiga display flexdan keyin align items, ya'ni Y o'qi bo'yicha joylashuvni yana markazga qo'yamiz. Centerga keladigan bo'lsak, mana markazda turdi. Hop. Endi undan keyin mana bu H1 va paragraf o'rtasida ochiq masofa bor, 18 piksel ekan do'stlar. Endi o'tamiz paragrafga. Margin top, ya'ni margin tashqariga masofa, top yuqori qismi. Margin, mana margin top 18 piksel yozamiz do'stlar. Yuqoridagi masofadan mana pastga tushiradi. Nimasi ochildi, arasi ochildi. Endi text va suratning orasidagi nima masofa 34 piksel. Buni piksel bermaymiz, lekin bu yerdan X o'quvchini javob beradi, ya'ni flexda, display flexdagi justify content space between tag orqali tuzib olamiz. Mana ko'rayotgan bo'lsangiz, uje nimasi tuzildi, tayyor bo'ldi bizning nimamiz. Endi nimada hop, shriftimiz bor ekan do'stlar. Tekstni ko'radigan bo'lsak, shriftimiz nom bor, ya'ni Resoletta degan shriftda ekan do'stlar. Shriftlarni ulashni keyingi darsda bafurja tushuntirib beraman. Bugungi videorolik yoqqan bo'lsa bitta videoga like bosib qo'ying. Agar video davomida, dars davomida savol tug'ilgan bo'lsa, bemalol kommentariyada yozib qoldirishingiz mumkin. Kommentariylarga albatta javob beraman. Video opsiyasida mana shu Figma faylining dizaynining sulkasini qoldiraman. Bu sulka va bugungi yozgan video darsdagi kodimiz barchasi Telegram kanaliga joylab boriladi. Telegram kanalini profil opsiyasida yoki mana shu videorolik opsiyasida topishingiz mumkin. Kanal sulkasini bemalol o'tib, u yerdan kodni yuklab olishingiz mumkin yoki xohlagan nimada ma'lumotlar, IT ga aloqador bo'lgan yangiliklarni ham kuzatib borishingiz mumkin.
bugungi darsimiz tamom. Keyingi darsda ko'rishguncha